Qurolsiz inqilobchi. Gandi qanday qilib buyuk imperiyani mag'lub etdi? Mahatma Gandining hayoti Hind xalqining o'z mustaqilligi uchun olib borgan kurashi bilan chambarchas bog'liq. Bolaligida u juda ham tortinchoq va o'ta ta'sirchan bola bo'lgan. Shunga qaramay, u o'z orzu maqsadlari yo'lida 18 yoshida Londonga mustaqil sayohat qilish uchun jur'at topa oldi. O'sha yerda yosh Gandi huquqshunoslik bo'yicha oliy ma'lumot oladi. 1893-yilda Mahatma Gandi bir Hind firmasini sudda himoya qilish uchun Janubiy Afrikaga borgan vaqtida u yerdagi irqiy tengsizlik va adolatsizlikni ko'rib qolishga qaror qiladi. Aynan o'sha yerda u kuch ishlatmaslik tamoyiliga asoslangan satyagraha, haqiqatda bardam turish harakatini boshlaydi. Boy advokat bo'lishiga qaramay, Afrikada u mablag'lardan voz kechib oddiy hayot kechira boshlaydi. Gandi 1915-yilda Hindistonga qaytadi va Hind Milliy kongressiga rahbarlik qiladi. 1919-yilgi qirg'indan so'ng mustamlakachilikka qarshi faol kurash boshlaydi. 1930-yilda mustamlakachi Britaniya imperiyasi solgan og'ir tuz solig'iga qarshi mashhur tuz yurishini boshqaradi. Bu yurish xalqaro e'tiborni tortadi. Gandi bir necha bor hibsga olinadi, lekin zo'ravonlikka qarshi turishda davom etadi. Nihoyat 1947-yilda Hindiston mustaqillikka erishadi. Gandi kuchsizlar ovozini xalqaro harakatga aylantira olgan inson edi. Gandi xalq xotirasida Mahatma, ustoz nomi bilan qoldi. Bu so'zning boshqacha ma'nosi buyuk qalbdir. Mahatma Gandi ta'limoti Gandizm milliy ozodlik harakati dasturi sifatida butun dunyoda millionlab o'z tarafdorlarini topib oldi.